Assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanaliga qo'shilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Sizlar bilan yana bir bor uyga tashviqot orqali ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati, Andijon shahri, qozoq kafelari soddaroq qilayotganda yangi mashina bozorida tepa tomonlardan. Sababi bugun Dilbarxon hoji onamizni tavallud ayyomlari. Bizga musofirdan tur farzandlari Gulnoraxon opa, Gulchehraxon opalar murojaat qilgan. Hozir kirib onajonimizni tabriklab, ajoyib sovg'alarni berib, ko'ngillarini ko'tarib chiqishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashviqot bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ekran turgan nomerlarga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon bilan xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Yosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrimmas gullar soching shirin iforlar bugun boshimda kelgan baxtim ko'rib baxtidur haron baxtimga siz sog' bo'ling omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni mehribonim tug'ilgan kuni. Rahmat. Bitta qarsiyalar bilan tabriklaymiz. Avvalambor rahmatlarga assalomu alaykum. Onajon tavallud ayyomlaringizdan chinqamizdan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq, tanijoningiz sog' bo'lsin. Onadoningizdan shunaqa yaxshi kunlar hech qachon tark etmasin. Yuzingizdan tabassum tark etmasin onajon. Musofirda farzandlaringiz bor ekan, Gulnoraxon opa, Gulchehraxon opa, qolaversa shu yerdagi jamiki farzandlaringiz nomidan bugun tashrif buyurdik. Bugungi kunni esdalik sifatida saqlab qo'yish uchun. Jamiki farzandlar, musofirdagilar, shu yerdagilar nomidan qarsiylar bo'lish uchun Umringizdan bo'lsin, yuzlarga keling iloyim. Va albatta tug'ilgan kunlarimiz tortlar, shirinlarsiz bo'lmaydi. Shu tortimiz ham siz uchun endi buni qayerga qo'yib tursak bo'ladi. Mana sizga. Rahmat. Va albatta hojona ham bir bor tabriklaymiz. Andijon sog' bo'lsin, xudo xolasa mana shu hayotni o'ylab Qur'ondek aziz o'yinni Qur'ondan xabarlar olib keldik. Shu yerga qayta borib, yana qayta hojon ana o'yin tashlashni deb qolamiz. Buni ham farzandlaringiz nomidan bitta qarzilarni topshirib qo'yamiz. Va yana asosiy sovg'amiz bor. Asosiy sovg'amiz shu sovg'amizni mana hamma biladi buning ichida nima borligini. Ochib ham ko'rsatib qo'yaman. Shuni ham farzandlaringiz nomidan onajon qabul qilib olasiz. Qarsilar. Ilohim hamma farzandlaringizga o'xshagan mehribon bo'lsin ilohim. Taqvoning. Qani, taqib qo'ying bo'lmasa. Biz taqib qo'yamiz. Qani bitta muzga choptiramiz, qarsi choptiramiz. Onajonim taqib qo'ying. Mana. Muzik joyiga keldi. Ko'ngli xotirjamlar bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajon, xudolasani esdalik uchun syomkalar bo'lyapti. Musofirdagi farzandlaringiz tomosha qilyapti. Qolaversa ko'p yurtdoshlarimiz dildagi endi o'zingiz bir niyatlarni, duolarni farzandlarga bildirib qo'yasiz. Keyin qolganlardan ham birma-ketin tabriklaysiz. Marhamat onajon. Qani, ilohim. Tanjaninglar sog' bo'lsin, bolalar. Sizlar tanjaninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Farzandlar, hammanglar safardagi bola-chaqalarim, o'g'illarim, qizlarim, nevara-chevralar hammalari sog' salomat bo'lsin, uzoq rizq ulug' bo'lsin. Topgan sutga paz baraka, umriga rizqiga baraka bersin. Allohim o'z panohida asrasin hammalarini. Tinch bo'laylik, el yurt mahalla yuqqan qonlar qo'ni qo'shini. Nevara-chevralarimiz bilan endi shukrlarga sog' salomat yetishlik hammamizni nasib qilsin. Sizlar ham kuch kelibsizlar, tanjaninglar sog' bo'lsin. Shu ishlarga katta hojilarga borsizlar ham tanjaninglar sog' bo'lib, sizlar bo'lsin. Sizlar duo qilishsa charchamaydi. Duo etamiz. Endi yosh kim katta bilmayapmiz. Eng kattalardan boshlab ikki og'izdan tabriklaymiz. Qani hojonalar? Onajonimizga tabriklar bo'lsin bemalol. Allohim tanjaningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Allohim bolalarni holiga o'ynab turmash ko'rdi uyda qutib olib yuring. Allohim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yuzi bilan yuzlashing. Sizga tilaganim yaxshilik, mashg'ulotlarda o'ynab yuring. Raqiblarni qo'yma. Xudoga ming qanday shukr. Ketgandan shukr. Mana Gulchehra bilan Gulnoraxondan tanjani sog' bo'lsin. Ashlar qatorama qiz
qizlarim eson bo'lsin. Allohim doim dasturxoningiz yaxshilikka yaysin. Qozoningiz doim sharaqlab qaynab, dasturxoningiz yaxshilikka yoyilib yuraversin. Hammangizga uzun umr, hammamizga. Alloh chaqa qandosh urug' Allohim yaxshi den sog'lik bersin. Ko'p yashaylik hammamiz. Sizni yaxshilikka yetaylik. Duo etamiz. Qani endi tinglashamiz. Alloh yetkazsin. Qani hojonim. Amin. Allohim shu birinchidan yurtlarimiz, el yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim shu ko'p qatorda Allohim mana shu turgan bor hammamiz Allohim tanijanimiz sog' bo'lsin, umrlaringlarga baraka fayz bersin. Oilalarga tinchlik, omonlik bersin. Shunaqa tug'ilgan kunlar bo'laversin. Tug'ilgan kunlarga bariga borib yuraringlar, duosini olib olib, rahmatlarni olib Şu opam ham ömrü uzun bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin, yuzlarga chiqqan hojanab bo'lsin. Shu bolalarini, qizlarini, nevara chevaralarini orzu havasini ko'rsin. Bizga bosh bo'lib yurarsin, bizni opaxonimiz. Shu opamiz orqasidan biz ham shu opaxonimizda bo'lib, hojilarga borib, hojana bo'lib shu opamiz yoshiga yetib yuraraylik barimiz. Baringlarni mana shu opamni yoshiga yetgan nasib qilsin. Sizlarga ham katta rahmat. Shu opam Rossiyadagi ikkita qiziga ham umri uzun bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Allohim qandayki yaxshilik tilaklari bo'lsa, tilagiga yetgan bo'lsin, omadini bersin. Bu qatorda tinch bo'lsin. Ash qizlarning qatorida hammamiz ham bola chaqamiz bor Rossiyada. Shular ham tinch bo'lsin. Mana shu o'tirganlar ham hammasi tinch bo'lsin. Sizlarga ham omadinglarni bersin. Katta rahmat. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Katta rahmat. O'rtamiz, endi ishlashamiz. Alloh Parvardigoriga shukrlar yetkazganingga shukronalar bo'lsin. Qilgan ehsonni mag'firlatdan qilsin Parvardigoriga. Shu onamiz ham mana shu yuzlarga kirib, qayta Makka aytillarga borib, labbaykalarda o'qib berishdi. Bormaganlarni ham chaqirsin Xudoyim, nasib o'zgarsin Parvardigorim. Mana shu onam meni yuzlardan oshib ketsin, ilohim bizni mana katta qildi, voyaga yetkazdi. Bola chaqali bo'ldik, mana nevarali bo'ldik. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukronalar bo'lsin. Ilohim yuzlardan oshib yuraversin, to'g'rimizda duogo'yimiz bo'lib yursin Parvardigoriga. Safarda yurgan jigarlarimiz ham hammalarini Parvardigorimiz safarlarini xayrli, barakatli safarlardan qilsin Parvardigoriga. Shifolagan bandalarimga shifoy karam bergin Parvardigorim. Farzand talablarga solih farzandlardan ato etgin. Allohim farzandlarimizni baxt kamolini bersin. Hammamizni huzur halovatimizni ko'rib, hoji onamiz duogo'yimiz bo'lib yurishlikni ro'za nasib aylagin. Yana shu kunlarga hammamiz xatorimizdan xato bo'lmay yetaylik. Mana Qirg'izistondan xolalarim keldi. Xolalarim ham umrlariga, rizqlariga Alloh barakat bersin Parvardigorim. O'g'il-qizlarimni, nevaralarimni hammasini huzur halovatini ko'rib, duogo'yimiz bo'lib yuraversinlar. Yuzlaridan oshib ketsinlar ilohim. Maqsad talablarimizni Allohim so'raganimizdan ziyoda qilib bersin. Yana bir bor muborak bo'lsin tug'ilgan kuningiz hojanam. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban rahmati ya arhamar Bizi bosh olib yurarsin to'g'rimizda. Yuzlar bilan yuzlashib, nevaralar, itavarlarda ko'rsin. Hammamiz bola chaqalarimizdan tinchoqlar, rahmat sizlarga ham qadam bersinlar. Tinch bo'ling, sog' Onajonimiz yoshlariga yetib yuringlar ilohim. Yapiya qo'shilaman. Shu hoji onamiz yuzlariga kirsin. Yuzlarini oshib yursin ilohim. Baxtini sog' bo'lsin, salomat. Yuz yoshlardan shu mana shunaqa davralarda o'tirish nasib ro'za aylasin. Qani qizlaring, qani opajon? Onajonim tug'ilgan kunini tabriklayman. Umrlar uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Doim baxtimizga sog' bo'lsin. Yuzlarga kirsin. Allohu akbar. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'ling onajonimiz baxtiga. Rahmat. Qani kimda opalar? Qani kelin, bor. Ikki og'izdan sotisiga men sotidan boshlaymiz. Nigoradan tugatamiz. Nigora. Doim
benim gelinlerim, benim nevrelerimiz hem bakıp verişlik nasip. Toylar kılırlar, toylar tır götürgen Şimdi bakımına yigitler derip koy oturdu bana. Oğullar gibi oturdu. Hakkını sor, açacağım oğlunu bir hakkını. Bu hemen tebrik bildirdi bu sultanımız çıkan ne var ama bu heyecanlanıyor. Şerban'da asal kızım. Bana kameraya kara bir yok kara. Hani yapayım. Televizyona çıkasan elini. Hala heyecanlanıyor. Tebriklerim. Tebriklemem bu. Kulağa gaytadigan she'r bor. Sevaralar, to'ylarda ham onajonimiz o'zi bosh bo'lib, duo qilib, hozir duogo'y bo'lib o'tirish nasib qilsin. Menimcha hamma eshitiga tabriklarni. Endi onajonimizni yana bir bor tabriklagan holda yana tabrik qo'shig'imiz bor. Onajon ushbu qo'shiqni jamiki shu yerdagi farzandlarning nomidan qabul qilasiz. Marhamat. Yolmasın borligingiz unutdi Yo'llarga zorligingiz unutdi Umidlari kesilgan bu dunyoda Yolg'iz umid borligingiz unutdi Umidlari kesilgan bu dunyoda Yolg'iz umid borligingiz unutdi Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, amanatım, anacan Aşağı tapdım, malikim dost tapmadım Ah günlük bir kara küs tapmadım Şemallarga savurdum yüzsüzlerdi Lekin sizga bir shirin so'z topmadim Şemallarga savurdum yüzsüzlerdi Lekin sizga bir shirin so'z topmadim Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, amanatım, anacan Yahu felek, minge bağrı taş geldi İşan gelir benimge yoldaş geldi Ahmet gitse hamma güldü üstümden Fakat sizin yüzünüzge yaş geldi Hangi faingizni gözümge sürey Özüm yarım künlüngizni dolduray Bir çekege sürüp koyup dünyamı Farzand bolup yaningizda o'tiray Bir çekege sürüp koyup dünyamı O'g'il bolup yaningizda o'tiray Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, amanatım, anacan Ganimetim, anacan Sağ olun,
salomat bo'ling, ilohim onajon. O'tiravering, onajon, o'tiravering, mana og'ir bo'ling. Ilohim baxtimizga doimo onajonlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bu gapni doim aytaman, ishda charchamayman. Biz farzandlarga doimo bosh bo'lib duo qilishda charchashmasin deb qolamiz. Tabriklarni, tilaklarni eshitdik. Endi esa har doimgidek sizlar uchun rasmlarga tushib olamiz. Navbat fotosessiyaga. Ketdik. onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang. Hozirda yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim sog' bo'ling. Xudo xohlasa yuzlarga yubileylar qiling. Qo'shnilar ham qatormizdan kam bo'lmay hammamiz kelganlardan uchun endi hojilar bizga bitta choy duo qilib beradi. İnşallah. Allah'ım katta hojilarga boringlar, tanjanglar sog' bo'lsin, parvardigor ishlarga rivoj bersin. Sog' salomat bo'lajaqlar, orsa-varsalar ko'rgizlar. Yaxshi so'ylarsiz. Aziz do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda navbatdagi uyga tashrif loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'ylaymizki, biz ijodga insonlar va bizni tomosha qilib turgan insonlar sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Agar qanaqadir kam ko'rsatib bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zi so'rab qolamiz. Like, podpiska, komment esdan chiqmasin. Musofirdagilar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Eson-omon oilangiz bag'riga qaytib kelish nasib qilsin. Siz ham yaqinlarda ota-ona, opa-singillarni shu musofirda turib tabriklamoqchi bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha 24 soat xizmat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat.